اگه صندلیتون ایراد داشت، نشستن روش راحت نبود، بیان سراغ این استادکار ما. آدم یه شوخیایی هم بگه بد نیستش، ولی خداییش کارش درسته. ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک و کامنت یادتون نره. مرسی، ممنون. Kimga shunaqangi turbagi stanoklari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarsizlar. Bu yerda har xil fasollarda nima deydi? Stol ishlab chiqargani turbagi stanoklar yasab beryapti ekan. Mana masalan, mana bunday profil, ya'ni 2,5 ga 2,5, 2 ga 2 profildan bo'lib shu stollarda, xon taxtalarda ishlab chiqarishingiz mumkin. Ushbu komplektimiz narxi 3,5 million so'm plus bonusga urgatib qo'yishadi. Undan tashqari bu yerda mana bunday rotan stollarda ramasini chiqaradigan giplar bor ekan, ya'ni to'qima stollarda. Bu giplarimizning narxi qadrdonlar 8 million so'm plus bonusga shablon urgatib ham qo'yishadi. Agar siz mana bunday lola fason, kreslo fason komplekt kerak bo'ladigan bo'lsa, bu stanogimiz 1, 2, 3 ta stanok bo'ladi. Narxi 11 million so'mligi bor ekan, 12 million so'mligi bor ekan. Qadrdonlar, undan tashqari sindirmay bukiydigan, ya'ni stanok giplarni yasab berishyapti ekan. Mana masalan, mana buni imzolaydigan bo'lsak, keng operator tezlashamiz. Mana bu sindirmasdan bukilgan. Shunaqangi stanok kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu komplektimiz ekan, narxi 4 million so'm. Agarda bozor va biznes kanaldan chiqdim sizlarga zakoniy bonuslar